Diqqat! Elektr energiyasi va tabiiy gaz haqida xushxabar. Davlat ehtiyojmand oilalarni yolg'iz qoldirmaydi. Barcha fuqarolar xabardor bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Tezkor yangiliklardan, birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Diqqat! Energetika sohasidagi bozor mexanizmiga o'tish jarayonida prezident tomonidan aholining muhtoj qatlami ham unutilmadi. Kimlarga yordam beriladi? Bolalar nafaqasi yoki moddiy yordam oladiganlar, kambag'al oilalar reyestriga kiritilganlar, reyestrda bo'lsa-da kam ta'minlanganlik mezonlariga to'g'ri kelayotgan va oila a'zolari boshiga tushadigan oylik daromadining minimal iste'mol xarajatining 1,5 barobaridan oshmagan oilalar. Ushbu oilalarga davlat qanday yordam beradi? Elektr energiyasi uchun oyiga 150 kWh bo'lgan bazaviy me'yordan ortiq foydalanilgan qismiga to'lovda farqli davlat to'lab beradi. Tabiiy gaz uchun qishda oyiga 250 kub metrgacha, yozda esa 150 kub metrgacha foydalansangiz, bazaviy narx va oshirilgan narx orasidagi farq davlat tomonidan kompensatsiya qilinadi, deyiladi xabarda.